Nozim Jumayev, jinoyat dunyosida Nozim Bukharskiy, ayrim yopiq doiralarda esa Jallod nomi bilan tanilgan kriminal figurantlardan biri. Mustaqillikdan keyingi O'zbekiston jinoyat olamida xavfli ko'cha odamlardan biri sifatida qayd etilgan. Uning faoliyati 1990-yillar oxiri va 2000-yillar boshiga davlat nazorati kuchga taqalmagan, balki ta'sir bilan o'lchangan bozorlar, savdo oqimlari va norasmiy kuch markazlari shakllangan davrga to'g'ri keladi. Aynan shu davrda Buxoro mintaqasida Nozim Jumayev ismi qo'rquv ramziga aylangan edi. Jumayev bir necha marotaba og'ir jinoyatlar, jumladan odam o'ldirish va zo'ravonlik bilan bog'liq holatlar bo'yicha sudlangan. Bu hukmlar uning jinoyat muhitidagi mavqeini pasaytirmadi. Aksincha, kuch va sadoqat orqali qurilgan obro'sini mustahkamladi. Qamoqxona tizimida murosa qilmaydigan, buyruqni so'zsiz bajaradigan va boshqalardan ham shuni talab qiladigan shaxs sifatida tanilgan edi. Palach, ya'ni Jallod laqabining paydo bo'lishi ham aynan shu davr va muhit bilan bog'liq bo'lib, u qamoq ichidagi norasmiy tartibni saqlovchi ijrochi sifatida ko'rilgan. Nozim Bukharskiyning ta'siri faqat jinoyat olami bilan chegaralanib qolmagan. Turli manbalarda uning ayrim sobiq tartibot va maxsus xizmat tizimiga yaqin shaxslar bilan aloqada bo'lgani, qamoq muassasalarida alohida vazifalarni bajargani haqida ma'lumotlar uchraydi. Xususan, sobiq MXX xodimlari saqlangan bloklarda uning nomi tez-tez tilga olingan. Bu holat Jumayevning oddiy kriminal ijrochidan ko'ra murakkabroq mexanizmning bir bo'lagi bo'lganini ko'rsatadi. Shu bilan birga Jumayev haqida faqat zo'ravonlik va qo'rquv kontekstida gapirilmaydi. Buxoro va unga tutash hududlarda ayrim tadbirkorlar uni bozorlar ichidagi keskin nizolarni bartaraf etgan, pul va hudud talashuvlarini qon to'kilmasdan yopgan shaxs sifatida eslashadi. Ayrim hollarda ehtiyojmand oilalarga moddiy yordam ko'rsatgani, yetim yesirlar masalasiga aralashgani haqida ham gaplar tarqalgan. Bu holatlar rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanmagan bo'lsa-da, uning xalq orasidagi qiyofasi faqat qora rangda bo'lmaganini ko'rsatadi. Nozim Jumayevning nomi Buxorodagi ayrim restoran va savdo obyektlari bilan ham bog'langan. Bu obyektlar uning moliyaviy imkoniyatlari va hududiy ta'siri ma'lum bir doiradan ancha keng bo'lganini anglatadi. Shu sababli ayrim muhitlarda u jinoyatchi emas, balki so'zni o'tkaza oladigan shaxs sifatida qabul qilingan. 2014-yilda Nozim Jumayev yana bir bor hibsga olindi va 2015-yilda giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyat bo'yicha 20 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qamoqda o'tkazilgan yillar davomida uning sog'lig'i yomonlashgani, saqlash sharoitlari atrofida bahsli holatlar yuzaga kelgani haqida xabarlar tarqaldi. 2021-yil 2-aprel kuni u jazoni o'tayotgan muassasada vafot etdi. Rasmiy izohlarda o'lim sababi sog'liq bilan bog'langan bo'lsa-da, mustaqil manbalarda bu voqea ochiq savollarni keltirib chiqardi. Nozim Bukharskiy O'zbekiston jinoyat olami tarixida faqat shafqatsiz ijrochi yoki faqat xalq orasida yordam bergan shaxs sifatida hisoblanmagan, balki jinoyat, qo'rquv, norasmiy tartib va tizimlar kesishgan chiziqda shakllangan kuchli figura sifatida qoldi.